Yalinyapti deyapti. Ruchkasini berdim. Tapichgacha assalomu alaykum. Ali 311 assalomu alaykum. Balkon assalomu alaykum hammaga. Yaxshi dam oldinglarmi? Shakarli ertalab. Zo'r bo'ling. Siz hech yaxshi dam olganga o'xshamaysiz. Bir soatlardan keyin. Bilmadim. Jordan aka assalomu alaykum. Qo'g'irchoq. Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Qanday bo'lding? Zo'r bo'ldi. Rosa shart berdik-ku. Keyin zerikdi-da, anaqasi yo'q ekan. Ular o'chib chiqib ketdi, boshqa bilan o'ynayapti shekilli. Cho'ta men bilan o'ynagisi kelmay qoldi. Men mayda urib o'tirdim. Men 20 ka almasim bor edi. Kredit o'ynab, o'shandan orttirgan urib o'tirdim. Yaxshi beryaptimi bugun? Bugun zo'r berdi. Bugun 1,5 ka bilan kamida 120 kami shunaqa ko'tardim. Ha, yaxshi. Yomon emas. Charchamayapsizmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi. O'zingiz qanaqa? Ertalabdan Ha, chiroyli bo'lib. rahmat. Uyqu yo'q, kecha necha kundan beri. Alisher aka ham o'yindan charchamaydilar dedilar. Aytmang. Har doim o'yindalar. 20 kun shida endi mana kirib bu kimni efiriga gaplashib o'tirgandan ko'ra grida o'ynagan yaxshi-ku. Gridiga e'tibor bo'lsa, o'ynash bo'lmaydi. O'ynash bo'lgandan keyin tayyor sigir bo'ldingiz deganda u. Da. Men ko'ra 4-5 ta ona singillarga 5-6 ta ko'rib aylaning, grida o'ynab yurgan yaxshiroq. Nima dedingiz, xonim? To'g'ri. Yo'lda zerikmaysiz ham. Xo'jayinchilik qiladigan odam ham yo'q, xafa bo'ladigan odam ham yo'q. Hammaga podarka urib, hammani efirida yurasiz gaplashib. Menga dadam xo'jayinlik qilmagan, xudoraman dadam tug'dirgan otam xo'jayinlik qilmagan. O'g'lim xohlagan ishingni qilib yur degan. Menga endi qayerdagi bir begodan kirib olib, "Voy, siz unday qilyapsiz, hep hasholvon naqoy" deyman. Zerikkan vaqtim Alisher akani efiriga borardim. Shaytanatni ko'rardim bir vaqtlari deydilar. Shaytanatni qo'yib ketardim-da ko'rib. Hozir ana uni topib olganman. Rossiyskiy kino bor. Chorniy Krov. O'zi ham unaqa bir 200 ta seriallarga o'shani ko'raman. Bir yildan beri ko'rib kelyapman, tugaga yo'qdi hali.
Har unda dushanbada yangi serial chiqadi. Har dushanbada yangi serial. Hozirgi hozir kam kirar ekanlar. Ha. Bu qanaqa sayt? Kirgan saytingizni bilmaysizmi qanaqaligini? Hozir mana aytaman. SMS bo'ladi, o'qib oling, tushunib olasiz. Jo'natdim SMS. Aka, ketib qoldingizmi? Ha, yuribdi. Lekin anchadan beri ko'rganim yo'q. Bir ko'rib qoldim, bir oy bo'ldimi o'zi ham. Yo'q, u hozir meni bilishimcha kam kiribdi. Yarim. Короче, 1 soatdan keyin dorimni ichishim kerak. Qanaqa dori? Anonga metabolizmga. Metabolizm yaxshi ishlashi uchun, davolash uchun. Anonga judayam nima deydi, non yemasam ham rejim buzilgani